Qo'rqinchli ovozliq asar Yomg'irliq kechidagi vahima. Birinchi qism. Yenimda mungluq muzikaga tankash qilib g'ingshiyotgan, yuzi yumaloq, egiz bo'y, xushxo'y, bir qarashdan qancha yoshga kirganini bilgili bo'lmaydigan vejik og'inamning ismi Sirajiddin. Uning yanida muzikani zo'q bilan tingshayotgan, chiroyi uzunchoq, sochlari bo'dir og'inamning ismi Azamat. Nimishqikin ota-onasining o'zgartishi ostida ismini Yusuf deb qo'yib olgan. Lekin og'inlar burunqi ismiga ko'nib qolganligi uchunmi uni Azamat deb chaqiratdik. Udulimda o'ltagan, chechini har xil ranglarda bo'yib olgan, quliqining ikki tarafini suzib elevatgan, bir qarashdan 16-17 yoshlarga kirganligi chiqib turadigan og'inamning ismi bo'lsa Ahmad. Uning qiliqlari mijozi og'inlarga boshqa tuyulg'ashqimikin uni rangvoz deb chaqiratdik. Uning so'l tarafida o'ltirgan, chechini milliy fasonda yarashimliq yostib olgan, chiroyidan xushxo'ylik chiqib turadigan og'inamning ismi Nur Salom. Biz doim yaqin turish uchun uni oddiyla Kus deb chaqiramiz. Bizdan bir necha metr yiroqda oldidagi sovuq ichimlik bilan ushoq yemakliklarni mazza qilib yeyotgan, chechi kinolarda chiqadigan Liliyanjiga o'xshaydigan, uchisiga men bu chapan padichilar ishtini kiyib olgan og'inamning ismi bo'lsa Dilmurod. U haraq tamakidan yiroq bo'g'ashqimikin og'inlar ora g'arbga sayohat filmidagi Tongsinga o'xshatib doim Tongsin deb chaqiratdik. Bu laqam bara-bara singib qolgan edi. Naq gapga kelsam, bugun og'inam Ahmad Rangvozning Urumchiga qaytadigan ham balalar bilan maslahatishib, bugunni tanlab o'ltirishayotgan edik. O'zinglar bilasizlar. Hammamiz xotin ammag'ashqa ham uydagilarning qoqishi bilan uyda o'ltirishdan qechib qolgan edik. Shunglashqimikin mahallaning yomg'ir o'tishmaydigan daldiliq bir yerga o'tib o'ltirish qilayotgan edik. Nemishqikin atrofimdagi qiyr uzum, ozg'an qorong'ulikqa pat-pat ansiz qarab qo'yatdim. Har qitim qarig'inimda vujudimni bir xil qo'rqinish qoplab ketadi. Nemishqa demsiz? Sababini hozir deb beray. Biz o'ltirish qilayotgan joy ko'ni uzum ozg'onlar bilan to'lgan, anglashlarga qaraganda burun bu joy Xanzula qabristonlik ekandik. Burunqilarning bo'z yer echishi bilan bu yerlar munbat yerga aylangan ekandik. Nimishqa ozg'an uzumlarni kesib etmagando deb o'ylagansiz? Sababi burun uzum ozg'onlar endi o'sib yetilgashga bara-bara kesib munbar yer qilmoqchi ekandik. Vaqtning o'tishi bilan uzumlar maybog'lab pishadigan ozg'onlar chiroyli chechaklab beradigan bo'pti. Bara-bara uzum ozg'an atrofidagi terak meyvalar qurib, uzumlarning qurib ketishini yuqoriltibdi. Ba'zi bu joyda yeriba odamlar buni kesib etish uchun urinibdi. Oqibatda bir kechitil juylaydigan, kechisi ishigini noma'lum birisining chekadiganligini bilibdi. U narsalardan o'zini tortadigan bo'pti. Anglashlarga qaraganda ba'zi kunlari ishdan kech qolgan dehqonlarning ko'ziga har xil narsalar uchramish. Bugun qerishqandek o'ltirishni boshlamasdan ustimizda uchib yurgan bulutlardan yomg'ir to'kilishga boshladi. "Ma yomg'irni ko'ring. Yog'adigan boshqa kun chiqmaganmidi?" dedi Sirajiddin. Shu, yomg'irlik kechidigina, dedi Azamat. "Hey, bo'lisha, titimlab o'ltamay, ikki potok nasnimi ne ekan sizlar ichib bo'lamig'ili?" dedi Dilmurod. "Voy, nim bo'psa, jim yosdan bir yerlarini qichib qolamdika, vut tongsin. Bat!" dedi Nursalom. "Hey, bo'ldi qilinglar. Ichadiganni tez ichib uyga qaytaylik. Atrof bir xil surlik turdi. Heli beka jin talab etmisin?" dedim men atrofga ansiz qarab qo'yib. "Voy, bu dunyoda nədəm cin bo'lsin? Cin degan sening kallangda", dedi Sirajiddin. "Sizlar bilamsizlar? Burun bu joy Xanzula zaratgohlik ekan to'q. Keyin bo'z yer ichish to'lqinida buzilib, bo'z yer ichib ketibgan to'q", dedim. "Voy, xotirjam ichishkilim bo'lmamda? Ya sening dastingda jinning gapini qilib, jin kelsin uni tutib, rasa savab kagay yerga to'g'rilayman kashini", dedi Azmat po'chilik bilan. Azmatjo, to'lib otmayli.
Rost gap qolsa ishtonga qo'yib etmang ha masjidda ha dedi. Uyyu malane adamni jili qilib ichkina tez qaytayli dedi Dilmurod. Yomg'ir sim yig'iyotdi. Hammamiz qizlarning pariniga tushib ketdik. Haraqning ta'sirida qilli qizib, mangsa daldangishib mangudek darajaga kelaymi debdimiz. Men bara atrofga ansiz qarab qo'yatdim. Har qitim qarg'inimda qiyri o'zimning tuvida bir narsa bizga qarayotgandek hissiyotga kelib qolatdim. Boshqalarni qo'rqitib qo'ymaslik uchun chandurmaydim. Mana sorunmi bir yerga kelib qoldi. Lekin maharaq tugaydigandek emas. Beshimning bir yerlari shundoq og'rib, ko'nglim elishgandek bo'ldi. Chandurmayla. Og'inlar, adab a? Debla o'rnimdan turib, telefonning ekranini yondirib, so'rindan 70-80 metr yiroqqa, ya'ni qiyri uzumlikning o'ng tarafiga kelib, bir daraxtga yo'linib, o'zimni ruslab bo'lib, tarat qilib, ishtonning sirtmisini etib, kaynim yanay deb tursam, mendan 3-4 metr yiroqdan bir narsa daraxt g'azonglarini taraqishib o'tib ketdi. Qarsam hech narsa yo'q. O'zimni bezib elib, ovozimni sirtga chiqarib, "O o'lgur chashqan, odamni qo'rqatqidek bo'ldingmi?" deb qo'yib, so'rin tarafga mangdim. Kaynimdan birsi mang'anni ozroq anqirib, ovoz chiqqan tarafga quloq tikib turdim. Naiti osti qadamlarda daraxtning g'azonlariga dastlab men tarafga kelayotgan ovoz anglandi. Peshonamdan so'g'uq dar qo'yildi. Boyam deyishgan gap kollamdan chaqmoq tezligida o'tib, bir xil qo'rqinish vujudimga chiqib, boyam ichgan aroqning kuchi qayoqlargadir yo'qolgan edi. Kaynimga o'rildim. Hech narsa yo'q. O'zimga tasalli bergach, balalarning qishig'a tez qadam elib mangdim. So'ringa yaqin kelganda kaynimda gup qilgan ovoz anglandi. Qo'rqinimdan yugurgan peti balalarning qishig'iga kelib oldim. "Voy lata, nima yugurib ketding? Jin surmaganda?" dedi Ahmad. "Voy qo'ya seni, shu yugurgim kelib qolgan" deb qo'ydim. Lekin yurigim texichi joyiga tushmagan edi. "Hey balla, kelib olsam, oyada ko'p qilgan ovoz chiqdi. Berib qarab baxmaymizmi?" dedi. "Ha, asasan shu ovozdan qo'rqib yugurib ekansan-da?" dedi Azmat. Menmo ortiq gap qilmadim. Hammamiz ovoz chiqqan yerga kelib, telefonning chirig'ini yoqdik. Yoqdik-yu, turibli qoldik. Oldimizda ishki to'shqandan hozir o'ldirgandek qalla chiqib o'tadi. Aradan Nursalom bakrak mas bo'lib ketdimi, bak zangsanmayla siyib kelay deb oldi tarafga ketdi. Hammamiz gap qilmay so'ringa kelib o'ltirdik. Qarasam, ularning chiroyidan bir xil ansizlik chiqib turadi. To'satdan yiroqdan "Qutqizinglar! degan ovoz keldi. "U yerda bir yo'qdi-va?" dedi Azmat, romkidagi haroqni bir ko'tirib ichib bitib. Romkini strajdan sunğaç. "Nursalom yo'q-ku, qani u?" dedi Ahmad. "Haras, Nursalom bayam sigili ketgan. Shu tarafga tez borayli" deb hammamiz ovoz chiqqan joyga keldik. Hech kim yo'q, to'lidik. "Nursalom, Nursalom, Nursalom. Yo'q-ku, qani u?" dedi Ahmad. Sada yo'q. Atrofni izlab baqdik. Yo'q. Men izlamagan shu o'zimni qapdi deb shu tarafga mangdim. Qog'allar chitiriqlarni izlash bilan menga zan solmadimi yoki gapimni anglamadimi, har tarafga bo'linib izlayotdi. Men asta o'zimniki keldim. Atrof shunchalik surlik ediki, birsi bir kecha yot deb 1000 so'm bersimi yotmas edim. Telefonning g'uva yurqida atrofga qaradim. Bir qiyri o'zimning tuvida birsi bordek qiladi. Boraymi, bormaymi? Birdam ishkilinib bordim. Qarasam, Nursalom o'zimning yildizini quchoqlig'icha dim yotadi. Ko'nglim sal joyiga tushib, "Hey, tura, laqva.
kichkina nas ichib mush yerda yotamsa, üzümning ko'tigini quchoqlab yetib ketganni dedim. Lekin sada yo'q. Ochiqim kelib, bir qo'limda chopindan kuchab tortdim. Tortdim-yu, varqirib etdim. Yerda yotqani Nursalom bo'lmasdan chiroy titilib, qo'l putlari chirib, to'nuqsiz bo'lib ketgan, kiyimi bo'lsa jul-jul, qo'llarida qurut qo'ng'izlar o'milab turgan bir jasad edi. Aziz anglag'uvchilar, qo'rqinchli ovozliq asar Yomg'irliq kechidagi vahimaning birinchi qismi mush yerda oyoqlashdi.